Yildan yilga transplantologiya sohasida juda ko'p yutuqlarga erishilyapti. Xususan, insoniyatga, insondan insonga deyarli barcha a'zolarni ko'chirib o'tkazish imkoniyati tug'ildi. Lekin hozirgi kunda transplantat, ya'ni a'zolar yetishmovchiligi, taqchilligi borligini inobatga olib, olimlarimiz cho'chqaning buyragini, yuragini insoniyatga o'tkazishgan. Bu oxirgi haftalarda cho'chqaning genetik jihatdan modifikatsiya qilingan jigarini insonga o'tkazib, uni muvaffaqiyatli yakunlashdi. Avtoavariyaga uchragan, bosh miyasi halok bo'lgan kishiga genetik jihatdan modifikatsiya qilingan cho'chqaning jigarini o'tkazib berishdi va bu insonning 10 kun davomida jigar va o't yo'llaridagi modda almashinuv protsessi to'xtamasdan davom etdi. Ya'ni o't ishlab chiqarilishi hamda albumiy modda ishlab chiqarilishi kuzatildi. Yer yuzida bir qancha insonlar jigar xastaligi bilan xastalanadi. Ularning ko'pchilik qismi jigar transplantatsiyasiga muhtoj bo'ladi. Aynan shunday bemorlar uchun nafaqat insonlardan, balki hayvonlardan ham transplantat jigarlarni o'tkazib, ularning hayotini saqlab qolish imkoniyati tug'ilyapti.